Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni xotira pasayishining davosi mavzusi bilan tanishtiraman. Taomnomangizni qayta ko'rib chiqing. Ovqatlar o'simlik va hayvon yog'lari, oqsillarga boy bo'lishi lozim. Davolanishda taomnomangizni albatta baliq, tuxum, go'sht, sut mahsulotlari bilan to'ldiring. Chunki ularda mikroelementlar, vitaminlar, litsin, taurin va fosfor mavjud. Bular esa miya uchun o'ta foydalidir. Xotiraning yaxshilanishiga banan, yog'lar hamda sabzi birinchi yordamchilardan hisoblanadi. Kuniga 1,5-2 litrgacha suyuqlik iste'mol qiling. Dorivor o'tlardan tayyorlangan damlamalar xotirani a'lo darajada mustahkamlaydi. Eng asosiysi esa xotirani mashq qildiring. Buning uchun xotira yaxshilanishiga yordam beradigan krossvord va skanvordlarni yeching. Chet tilini o'rganish, shaxmat o'ynash, she'r va qo'shiqlar yodlash lozim. Miya muntazam ravishda ishlab tursa, xotira uzoq yillar davomida saqlanadi. Kundalik tuting. Shaxsiy kundalik to'ldirib borish yaxshi natija beradi. Kundalikdagi yozuvlar bir hafta, bir oy oldingi esda saqlanishi lozim bo'lgan narsalarni xotirlashga yordamchi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, xotirani yaxshilashning turli xil usullari mavjud. O'zingiz uchun eng ma'qulini tanlang. Asosiysi esa avvalo shifokoringiz bilan maslahatlashib, to'g'ri yo'l tutayotganingizga ishonch hosil qilganingizdan keyingina ishga kirishing. Salomat bo'ling.